Faberlic kompaniyasining yangi novinkasi bu retinol lifting toneri yuz uchun. Bu yuzda razglajivать har xil mana ajinlarni judayam yaxshi razglajivать qiladi. Judayam yuzlarni tortib mana har xil ugllardan so'ng yoki qora nuqtalarni, poralarni выравнивать qilib beradi. Keyingi etaplarga yuzni tayyorlab beradi. Mana например, ertalab va kechqurun vatniy diskga surkab buni keyin yuzga surkab yaxshilab tozalab tashlasa bo'ladi bemalol. Mana halol, mana bizni качество mayerda halol deb yozilgan. Mana 150 ml kattagina ml ochilgandan so'ng 6 oy muhlat beriladi срок годности. Срок годностьлari ham mana chiqarilgan datalari judayam zo'r. Hozir mana ochib ko'rsataman buni. Mana shunaqa bo'ladi. Bu suyuqlik ichida toner. Hozir hidini. Hidi judayam qanaqadir gullarni hidi kelyapti bu yerda. Menga mana shunday tuyuldi. Judayam me'daga tegmaydigan toner. Bir xilgi hidlari bo'ladi, uncha yoqmaydi. Yuzga allergiya beriladi, bir xilgi некачественный tonerlar, lekin bu tonerlar yoshartirib, ham retinoli bor. Bu judayam zo'r bizda novinkamiz.